Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi video roliklarimiz kengroq tarqalishi uchun video ostida bor yo'g'i bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan El Ardog'dagi taniqli xonanda Ozoda Nursaidova kutilmaganda bugun tongda afsuski noxush xabarlar e'lon qilindi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist xonanda Ozoda Nursaidova daromadi, Sabrina Jabborova mojarosi, Alfons erkaklar va uyiga haligacha sovchilar kelishi haqida gapirib berdi. Onam uchun hech narsa qila olmadim. Kechalari bilan uxlay olmayman. Boshim yostiqqa tegishi bilan onam ko'z oldimda paydo bo'laveradi. Onam men bilan juda ko'p qiyinchiliklarni ko'rdi. U bilan juda yaqin edim. Hayotimning har bir lahzasida onamning ishtiroki bor edi. Qo'shiq chiqarishimdan oldin nima deysiz deb eshittirar edim. U meni deb ko'p kasal bo'ldi. Zapretlar, shaxsiy hayotim o'xshamagani, raqobatchilar, uydagi muammolarim uchun mendan ko'p kuyindi. Hozir onam xohlaganidek san'atga qaytdim. Konsertlar beryapman. Unvon olishimni ham ko'p kutgandi, lekin ko'ra olmadi. Har doim uning ruhi men bilanligini his qilaman. Men qo'shiqchi bo'lib tanilishimda onamning hissasi juda katta, deydi xonanda. U O'rta Osiyo pop divasimi? So'nggi yillarda Ozoda Nursaidovaning konsert dasturlarini, yangi kliplarini e'lon qilishda unga nisbatan O'rta Osiyo pop divasi degan maqom ishlatilyapti. Xo'sh, bu e'tirof kim tomonidan tanlangan va qanday paydo bo'lgan? San'atga kiribmanki, balandparvozlikdan qochaman. Ozginagina mehnat qilib qo'yib, balandparvozlik qiladiganlardan farq qilaman. Ko'p mehnat qilaman-u, lekin kamtarman. Show biznes jurnalisti marhum Jasur Hamrayev Ozoda Nursaidova juda kamtar san'atkor. Hech ham pafosga berilmaydi. Nega bunday? Bunchalik kamtar bo'lmasin, u O'rta Osiyo pop divasi. Sahnaga chiqishidan uni shunday e'lon qilinglar, iltimos deb singlim Nilifarga SMS yozgan edi. Uning iltimosi bilan shu maqom urfga kirib ketgan, deydi xonanda. Onam mukofotlarimni ko'rolmay vafot etdi. Prezidentimiz tomonidan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvoni, shuhrat medali kabi e'tiroflarga loyiq ko'rildim. Bu vaqt ichida qancha ko'z yoshlar to'kmadim. Onam rahmatli bu kunlarni ko'rolmay o'tib ketdi, chunki 2000-yillarda respublika bo'ylab konsertlar qo'yardik. Uchrashuvlarda qatnashardik. Onam har mustaqillik bayramini kutar edi. Qizim mukofot olarmikan, mustaqillikka chiqarmikan deb 2023-yilda onam vafot etgan bo'lsalar, 2023-yil ko'z yoshi to'kildi. Men mehnat qilasan, lekin mukofotni boshqalar oladi. Yillar davomida shaxsan men qon yig'laganman. Boshqalar balki yaxshi yashagandir. Gap davrda emasdir, lekin menga og'riq kunlar ko'p bo'lgan. Shuni gapirsam, sen o'tgan davrni yopolmayapsan deyishadi. Men bo'lgan narsalar haqida gapiryapman. Kechirasiz, insonning 24 yillik umri o'yinchoqmi? Avvallari 3 oylab to'y xizmatlardan voz kechib, davlat tadbirlarining tayyorgarlik jarayoniga borardik. Bir kuni qolganida esa ro'yxatdan chiqarib yuborishardi. Yig'lardik. Shundan keyin chaqirsa ham bormayman derdim. Bu esa odamning ustidan kulish axir. Hozirgi san'atkorlar mazza qilyapti. Davlat tadbirlaridagi ishtirok uchun haq ham to'lanadi. Ko'p bezovta ham qilinmaydi. Umuman taqqoslab bo'lmaydigan vaziyat bular, deydi xonanda Ozoda Nursaidova. Pullarimning katta qismini ijod va kiyimlarimga sarflayman. Ozoda Nursaidova bir oylik daromadining qanchasini o'z xarajatlariga, qanchasini jamoasiga va ijodiga sarflaydi. Eng ko'p pulini ijodga sarf qiladi degan san'atkorlar qatoriga kirsam kerak. Restoranga ko'p bormayman. Dam olishga 2 marta boraman. Avval shunga ham bormasdim. Daromadimning 50%ni ijodga, sozandalar, sahna kiyimi, klip va qo'shiqlarga sarflayman.
qolgan 20-30% shaxsiy ehtiyojlarim oilam uchun. Shundan qolgan 20%ni faqat yig'ar ekanman, deydi ijodkor. San'atkorlardan ba'zilari soliq to'lamayotgan bo'lishi mumkin. San'atkorlar soliq to'lamaydi deb kim aytdi o'zi? Bu gap yolg'on. Choraklik, yillik soliq to'layman men. Bu litsenziyadan tashqari albatta. Necha yildirki to'lab kelaman. Deklaratsiya topshiraman. Balki to'lamaydiganlar bordir. Endi qanday qaror chiqarishsa ham amal qilamiz. Sekin-sekin joyiga tushib ketadi, deydi xonanda. Sabrina mojarosida men shunchaki mijoz edim. 22 yoshli aktrisa, model Sabrina Jabborova Ozoda Nursaidovaning Dilbarim klipi syomkasida avtomobil bosib ketishi oqibatida nogiron bo'lib qolgan edi. Baxtsiz voqea 2024-yilning 7-noyabr kuni ro'y bergan. Klipda suratga tushayotgan voyaga yetmagan qiz Sevinch Marafovna gelik rusumli avtomobilni boshqarib boshqa aktrisa Sabrina Jabborovani bosib ketgan edi. Sabrina voqeasini ziyoli insonlardan tortib oddiy xalq ham muhokama qildi. Bu ishning bu darajada shov-shuv bo'lishiga sabab mening ismim bo'lgan. Bu shunday taktika bo'lgan. Hamma joyda Ozodaning klipida degan jumla ishlatildi. Bu ishni Ozoda qildi deyishmadi, faqat nomim ketdi. Qiziq paytida hamma foydalandi. Bloger ham, dushman ham. Ularga-ku mavzu topildi, lekin bir narsani muhokama qilishdan oldin ozgina idrok qilish kerak. Sabrinaning hayoti qiziqtirar ekan, lekin biror advokat odam chiqib surishtiruv qilmadi. Bu mijoz-ku, Ozodaning nima aloqasi bor demadi. Men shundan xafa bo'ldim, deydi xonanda Ozoda. Qizlar narkotikka ekspertiza qilinmagan. O'sha paytda ko'pchilikni ayadim, istihola qildim, gapirmadim. Men ekspertizadan norozi bo'lganman. Ikkala qizga ham narkotikka ekspertiza qilinmagan. Bundan shubham bo'lgan. Aslida qilinishi kerak edi. Aktyorlarning vijdoniga havola. Syomkaga kelganda mas'uliyatli bo'lish lozim, chunki shunday voqealar ham bo'lgan. Syomkaga kelsam, ismini aytmayman. Aktyor ichib olib mashinada yotib qolgan. Kasbga hurmat qani? Aktyorlar tomonidan hamma noto'g'ri ishlar qilinadi, deydi xonanda. Yulduz Usmonova meni himoya qilishini kutmagan edim. O'zimga yaqin olgan san'atkorlar bu ishdan xursand bo'ldi. Do'stim kam ekanini bildim. Yulduz Usmonova chiqib meni himoya qildi. To'g'ri, buni kutmagandim. Meni qo'llab-quvvatlagandan xursand bo'ldim. Maqsadimiz borib qo'shiq kuylash, lekin qolgan ishga bizning daxlimiz yo'q. Nega biz javob berishimiz kerak? Men produksiyonga pulini to'ladim. U javob berish kerak. Qolganiga mening aloqam yo'q. Opa ham shuni aytib chiqdi. Agar shunday san'atkorlardan 100 ta bo'lganda edi, xalq bizga shunday tashlanmagan bo'lardi. San'atkorlar mening himoyamga o'tmadi. San'atkorlar ichida bir-birimizni qo'llash yo'q. Bu juda og'riqli. Men ko'pidan xafa bo'lganman, deydi xonanda. Onalar 18 yoshli o'g'lini menga uylantirib qo'ymoqchi. Deyarli 30 yildan beri san'atda bo'lsam, biror marta shaxsiy hayotim haqidagi savollarga javob bermaganman. Bu mening prinsipim, unga amal qiladigan odamman. Shaxsiy hayot mavzusini yoqtirmayman. Men ham oddiy odamman. Hech qanaqa haybatim yo'q. Men ham shaxsiy hayot, baxt xohlayman. Yashirganim sari ko'p uydirma gaplar chiqyapti. Haligacha uyimga sovchi keladi. Onalar o'g'lini sizga uylantirmoqchi deb olib keladi. Uyat bormi, uyat? 18-19 yoshli yigitlar sizni yaxshi ko'raman, uylanaman deb yozadi. Jinni emasman-ku, sevgingga ishonsam deyman. Ahmoqgarchilik bu. Aytishga majbur bo'lyapman. Muxlis bo'lib sevsa ishonaman. Mening yaxshi ko'radigan odamim bor. Menga sovchi qo'ymang, uyimga kelmang, xat yozmang, odam jo'natmang, iltimos. Tinch qo'yinglar meni, deydi Ozoda Nursaidova. Unday erkaklardan jirkanaman. Men uchun eng past odam alfonslardir. Jirkanaman. Unday erkaklardan yomon ko'raman. Men uchun ular odam emas. Hayotimda unaqalar uchragan. Pul topadigan ayolni oldiga alfonslar chiqadi. Albatta, puli yo'q ayollarning yoniga borib kredit olishyapti-yu, puli borning oldiga bo'lmayapti. Ular men uchun eng past tabaqada turadi. O'g'ridan ham battar, deydi xonanda bergan intervyusida.